Ötken bir yılda dünya Xitay virusu bilan meşgul bolganda, Şarkı Türkistan'da Uygurlarning mecburi emgekka selinayotganligi xalqarалық dokladlar ve şahitlarning guvohligi bilan oshkorlandi. İjtimoiy taratqularda har kuni degidek chiqayotgan yangi uchurlar mecburi emgekning ko'lamini aks ettirib berdi. Yaqında Xitayning ziyonkashligi sababidan Sharqi Turkistondan qochib chiqqan qozoq yosh Ersin Erkin o'rtoqlashgan uchurga qaraganda, Sharqi Turkistonda qul bo'lishga majburlangan bir qism ishchilarga oyda $50 ish haqi berilib, 3 oy ishlagandan keyin yillik to'xtam imzolashga majburlangan va rad qilganlar turmaga tashlanganligi to'g'risida tahdidga uchirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Oqsaroydan ayrilish arifasida Uyg'urlar uchrayotgan ijtimoiy fojianing irqiy qirg'inchilik ekanligini jakarlash bilan birga o'zining Sharqi Turkistondagi qirg'inchilik temasidagi bosh maqolasini Washington Post'ga gazetida e'lon qildi. 19 yanvar tushdan keyin e'lon qilingan bu bosh maqolada Mike Pompeo Xitoy Kompartiyasining 1950-yillardan tortib Uyg'urlarga zulm qilib kelayotganligini, ammo shuncha uzungacha Amerika hukumatining bu masalaga sal qarab kelganligini tanqidlab, biz sukut qilganligimiz uchun Xitoy bakla haddidan chiqib ketdi. Endi buningga davomli yo'l qo'yishga bo'lmaydi deb ko'rsatdi. O maqolasida yana nima uchun Amerika hukumatining Uyg'urlar duch kelayotgan navbatdagi siyosiy bostirish harakatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishdagi sabablar haqida tafsiliy tushuncha berdi. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga tutgan muomalasi to'g'risidagi savoliga javob bergan Angliya bosh ministri Boris Johnson irqiy qirg'inchilik delolarini sudning qaror qilganligini aytdi. Donald Trump boshchiligidagi Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qarshi olib borgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan edi. Washingtonning qaroriga baho berish va bu qarorni qo'llash-qo'llamaslik haqida so'ralganda bosh ministr Johnson mundaq dedi: Irqiy qirg'inchilikni qaror qilish adliya masalasi. Ammo men uchun aytganda, Sharqi Turkistonda yuz berayotgan ishlar va Uyg'urlarning boshiga kelganlar intayin yerginchilik. Oldingi kuni Angliya adliya tarmoqlariga bir davlatning irqiy qirg'inchilik sodir qilib qilmaganligiga hukm qilish huquqi berilgan bir qonun loyihasi Angliya parlamentida rad qilingan edi. Xitoy Amerikaning 28 amaldorini embargo tizimiga kirgizdi. Buning ichida 45-navbatlik Amerika prezidenti Donald Trumpning tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bor. Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida Amerikadagi bir qism Xitoyga qarshi siyosatchilarning davlatning ichki ishlariga og'ir darajada aralashganligi ta'kidlandi. Bayonotda jazo tizimiga kirgizilgan Pompeoni o'z ichiga olgan 28 Amerika amaldorining va ularning oila a'zolarining Xitoy, Hong Kong va Makao alohida ma'muriy rayonlariga kirishi va ularning munosabatli shirkatlarning Xitoy bilan savdo qilishi cheklanganligi ko'rsatildi. Onundan başqa Xitoy Amerikaning Beyjingning Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga qarata irqiy qirg'inchilik qilganligini yolg'on va yomon niyatli deb tanqid qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar o'zlarining Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini yakunlaganligini e'lon qilgan edi. Amerikaning yangi prezidenti Joe Biden 20 yanvar Amerika Davlat Majlisida qasam berib vazifaga o'tirdi. Biden o'tgan yili 3-noyabr o'tkazilgan saylovda Amerikaning 46-navbatlik prezidenti bo'lib saylangan edi. Bidenning qasam vazifa topshirib olish murosimiga vazifa muddati to'lgan Donald Trump qatnashmadi. Lekin Trump davridagi muavin prezident Mike Pence murosimga qatnashib, vazifani Kamala Harrisga o'tkazib berdi. Egilenishicha, bu 152 yildan buyon Amerika tarixida tunji qatim bir prezidentning vazifa topshirib berish murosimiga qatnashmaganlik ekan. Egilenishicha, Joe Biden vazifaga o'ltirgan tunji kuni 17 turlik ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Trumpning bir qism siyosatlarini amaldan qoldirgan. Yana bir tarafdan yangi parlament a'zolarining vazifaga o'ltirishi bilan Amerika Kengash palatasida demokratchilar ustunlikni egallagan.